Bu Smart and Rich kompaniyasiga varikozim orqali kelib qolganman. Yurakdan ketgan qon tomirlari yarilib ketgan. So'zsiz operatsiya degan. Bu produksiyalarni ichish davomida juda ham ko'plagan kasalliklardan yaxshi bo'ldim. Birgina faqat varikoz uchun ichayotganimda mastopatiyani onkologiyaga o'tgan turi yaxshi bo'lgan, chunki o'shda men 9 yil onkologiyada lecheniya olib yurganman. Mastitdan уже rak o'tib ketgan. Keyin davleniya juda ham tushib ketar edi. Niskiy davleniya cherekli bo'lganda ham miyadagi davleniya 70 ga 50 bo'lib tushar edi. Bunda yaxshi bo'ldim hamda immunitetim juda ham zo'r ko'tarildi. Chunki kuzda boshidan boshlab bahorda oxirigacha gripp bo'lib yashar edim. Bu immunitet pastligidan shularning hammasidan juda ham zo'r rezultat oldim. Bundan tashqari bu kompaniyaning produksiyalarini oilaviy ichishga mumkinligi uchun men oilam bilan ichib o'tirib, bolalarimdan anginaning eng og'ir turi yaxshi bo'ldi. U gnojniy deb sразу yiringga aylanib ketar edi. Shundan yaxshi bo'ldi. Bolalarimda ham immunitet past bo'lganligi uchun ularda ham immunitet juda ham zo'r ko'tarildi hamda qurtda har xil qurtda o'zi 100 xil turi bo'lar ekan. Undan ham ko'proq turi, shularda qurtlardan rezultat oldim.